Xo'p, bir qarashda murakkab ko'ringan tenglamani oddiy usulda ishlashga harakat qilamiz. Tenglama 6-sinf darajasiga mos. Xo'p, bo'lmasa boshladik. 6-sinf mavzulariga aloqador kasrli ifodalarni ma'noga ega bo'lish, ma'noga ega bo'lmaslik shartiga ko'ra kasrli ifoda qachon ma'noga ega bo'lmaydi? Kasrlarning mahraji 0 bo'lgan holatda ma'noga ega bo'lmaydi. Demak, birinchi kasrda qarab chiqadigan bo'lsak, mahraji x - 2. Mahraj 0 bo'lishligi uchun x 2 ga teng bo'ladi. O'shanda mahraj 0 bo'ladi-da, ifoda ma'noga ega bo'lmaydi. Demak, x o'rniga 2 ni olish mumkin emas. Ikkinchi kasrli ifodaga e'tibor bersak, x - 3. X teng 3 bo'lganda ma'noga ega emas. Uchinchi kasrli ifodaga e'tibor bersak, mahraji x + 1. Demak, x teng -1 bo'lganda ma'noga ega bo'lmaydi. To'rtinchi kasrga e'tibor beradigan bo'lsak, x + 2. Demak, x qiymat jihatdan -2 ni hech qachon qabul qila olmaydi. Bu tanlagan javoblarimizda mahrajlarimiz 0 bo'lib qoladi, kasr ma'noga ega bo'lmaydi. Ya'ni x o'rniga bularni qo'yib hisoblash mumkin emas. O'z-o'zidan A javob chiqib ketdi. A javob, B javob chiqib ketdi. C javob chiqib ketdi. D javobimiz ham chiqib ketdi va javob o'z-o'zidan Y javobga qoldi. Demak, tenglamaning javobi x teng 4 ga. Bu 4 ni o'rniga qo'yib tekshirish usulidan tekshirib qo'ysak, javob 0 chiqadi.